Videomiz boshida obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Like, komment, repost esdan chiqmasin. Albatta sizlarga manfaat degan umiddaman. Uchko'prik tuman xalqi addushi bu videomizni bomba qilib rekomendatsiyaga chiqarishda yordam beradi. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasida 2-etajda joylashgan 2 xonali kvartiramiz sotiladi. Barcha mebel texnikalari bilan birgalikda sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa kelib realni ko'zlaring bilan ko'rib baraka qilishliklaring mumkin. Shu kvartiramiz sizlarga qisqachagina video obzorini boshladik. Mana bu asosiy kirish qismimiz. Kirganimizda mana kattagina hol, konditsionerlarimiz mavjud. Polni Euro remont uslubida remont qilingan. Asosiy eshikdan kirganimizda ro'para qismida bitta mehmonxonamiz mavjud. Bu joyda chiroylikkina mehmonxonamiz. Albatta ko'cha taraflarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana asosiy uyimizning ko'rinishi polni Euro remont uslubida remontlar qilib qo'yishgan. Va asosiy eshikdan kirganimizda chap qo'l tarafda umumiy sanuzelimiz mavjud. Sanuzelimiz oldida esa bitta yotoqxonamiz bor. Bu joyda yotoqxonamiz. Albatta narx-navosiga keladigan bo'lsak, $25,000 narx aytishyapti. Albatta kelishiladigan holati bor. Ro'para qismida esa bitta oshxonamiz mavjud. Bu joyda bitta oshxonamiz. Xolodilniklar, barcha jihozlar bor. Bu joyda oshxonamiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.